Bugun To'qalash World'da qo'rqinchli uyga boramiz va yonimda Abdulloh bor. Salom do'stlar. Qo'rqinchli uyga ketdik. Mashinada keldik biz va havo rosa bulutli bo'lib tuman tushib qolibdi bayga. Va bayda bir kimdir o'tiribdi. Siz kimsiz? Nima shuylar bu? Ya endi aytyapmiz bayda nima ishingiz bor? Ay. Nima ishingiz bor bayda deb so'rayapmiz-da. Shuylar bo'lmasa. Ha mayli. Men aslida mol boquvchiman. Bu xilo. Siz bokli amjini seni bobaq. Nevarangizni cho'pga, nevarani qutiga solib ketgan. Neyse. Mana yo'lda tur. Eshik ochilmayapti. Ochib yubor eshikni. Ochildi. Kirdik. Bayda daraxt. Bayga kim ko'mishgan? Kelaqa. Uzr. Eshikni taqillatamiz. 2,000 years later. Taqalash shart mas'ul balki. Tavba qildim. Eshigim. Tavba qildim. Kim eshikni taqillataveradi? Salom. Salom. Nima bo'ldi yana? Biz bu uyni ko'rish uchun keldik. Katta xolangni uyimi. Ha? Nima? Xo'p, kiringlar. Kir. Kim ketdi? Uyni ko'rish uchun kelishibdi. Meni ko'rish uchun kelishgan bular. Sen nima deyapsan? Xizmatkor. Salom, biz bu uyni internetda ko'rdik va buni ko'rish uchun keldik. Bayda kinolar olingan ekan, shu to'g'rimi? Ha, bu yerda meni kinolarim olingan. Kelinglar, sizlarga xonamni ko'rsataman. Ketdik. Juda antiqa uylar bor ekan. Bu uyimizni men uchun qurishgan. Kelinglar. Menga bosib ko'raman. Hamma bir juda sassiq bo'lishi mumkin. Mayli. Kelinglar. Muncha bilmagan narsalar. Menimcha bu narsalarni surib o'tgan bo'lsa kerak. Ya, ataylab surib o'tgan narsalar ishlataman men. Zo'r ekan. Bayda mani qurbaqam popo bor. Va mushugim kuchukcha. Qanaqa ketdi? Mushugingizni ismi kuchukchami? Qizim, bular kim? Bular mehmonlar. Ha, o'rtoqlaringmi? Unda yaxshi. Kechki ovqatga yangi o'rtoqlar olib kelding. Men ovoz Qanaqa kechki ovqat? E'tibor bermanglar, ular hazillashyaptilar. Ayga o'tirish mumkin emas. Oy. Nimaga? Chunki bayda uxlayman. Endi chiqinglar, yo'qolinglar. Xo'p. G'alati. Juda g'alati. Ovqat yeysizlarmi? Yo'q, shart emas. Yeysizlar. Bu yerda nima? Ovqat tayyor. Yemasak, menimcha yaxshiroq. Xafa bo'laman. Ovqatga o'taylik, xafa qilib qo'ymaylik. Ay. O'tirolmayapman. Mayli, bayga o'tirib. Bizni uyga kelgan mehmonlarga Tarika yoki vilka, qoshiq berilmaydi. Qo'llarida yeyishadi. Dasturxonga qo'yib.
Mayli, bularga ber qoshiq. E, Mayli, qoshiq emas, vilka beraman. Bitangiz qoshiq bilan, bitangiz pichoq bilan yeysiz. Qo'shamiz belgi. Uyimga birinchi marta mehmon keldi. Ovqat yeylar. Ovozim ba'zida o'zgarib qoladi bolalar. Yeylar ovqatni. Xo'p. Menimcha bu kichkinaroq o'xshaydi. Barbod. Rosa yomon ekan. Nima dedingiz? Hech nima demadim. Juda yoqdi. Qanaqasiga? Juda yoqdi. Hech kim ovqatlarimni yoqtirmaganda oshpaz bo'laman. Ha. Sanga rostdan yoqdimi ovqat? Buloq. Qo'lingdagini tasha. Ikkinchi qavatga chiqsakmi, chiqmasakmi? Yurchi. Ikkinchi qavatga keldik. Pastdagilardan qochib bu tarafga birinchi qaraylik. Bayda g'alati narsalar. Oha. Bir ko'zli mushukcha. Aslida juda shirin, qo'rqinchli emas. Miau. Voy topasiz. Kitoblar. Men bu kitoblarni uyimga olib ketsamikin, ha? Bayda nima bor? Mushukcha shirin. Bu rasmni kim ossadiki devoriga? Voy, bu nima balo? G'alati yirtiq kiyim, qanaqadir qog'oz. Qog'ozga narsa yozilgan ekan va olmos. Boy ketdik menimcha. Qani qochib bayda. Qani bu tarafga yuraylik. Bayda nima g'alati ovozlar kelyapti. Eshityapsanmi sanam liftdan? Olma. Siz kimsiz? Olma. Uni bildim. Siz kimsiz? Olma. Faqat olma deydi shkilga. Yap. Sizdan faqat yap deshangiz kerak. Yap dushi, shashu, kat. Menimcha men bu tilni bilmayman. Menimcha bu tilni hech kim bilmasa kerak. Olma. Tavba qildim. Bayda nima bor? Hech nima yo'q. Bayda rasmlar turgan joy, ochilmaydigan narsalar. Oxiri bayga qaraylik, keyin uyga ketamiz. Kiyib ko'ch. Sana anularga o'xshagan mishiq deb yur. O'zgartir. Voy, ko'z bor ekan. Xullas videoning oxiriga keldik. Agar video yoqqan bo'lsa like bosishni va obuna bo'lishni lutfan iltimos esingizdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Olma!